Assalamu alaykum hörmətli Uyghur TV görülmənləri. Hazır biz yaqından buyan görətqanlardək vətənimizdəki turmularda yedib atqan qeyrindaşlarımızı muhacirətdəki qeyrindaşlara və çetəldəki başqa insanlara anlatış üçün bundaq kiyimlərini kiyib namayişlərini qılıb atqan haqqımızdan söhbət qılmız. Assalamu alaykum Ehsanka, qanday ahvalınız? Aleyküm assalam ve rahmetullah. Ehsanka alam dedim, özünüz bir ağzınız bilan özünüz ekranı görülmələrinizi tanıtıb etsiniz. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Karındaşlar, meniki ismim İhsan. Kaşkadın. Sizler bu faaliyetin başladığı qancha uzun oldu? Biz bu faaliyetin başladığı Ramazan'ınki tuncu günden tatip başlayan hazır kadar 20 gün bu kaldı. Bu faaliyetin başlaştaki tuncu nimene sebep kılınlar, qandaq irade kılınlar? Biz bu faaliyetin başlaştaki məqsədimiz bizning vatanimiz Şərq Türkistanda hazır milyonlagan qarindoshlar, ata-onamiz, urug'-tuqqanlarimiz, bizning onalarimiz, hadillarimiz, singillarimiz inson ishonchsiz darajada zulm ko'rayotgan ekan. Biz vatandan shularga va'da berib, shularga qasamlarni qilib, sizlarni qutqizamiz Xitoy zolimlarning qo'lidan, sizlarni hurlikka erishtiramiz deb va'dalarni berib chiqqan inson bo'lish üstümizdan Turkiyaga chiqib 3,5 yil bo'lib qoldi. Qo'limizdan cho'ng bir ish qilib beramadik. Necha vaqtdan beri siyosiy rahbarlar, dernekler, cemaatler, kılam gidip şularınki kılgan faaliyetlerge aktif katnaştık. Aldığın septim mağdık kolumuzdan kilişçe. Hem bu Ramazan 3. 4. Ramazan kep kal biz vatandan çıkıp. Hem yani bizim jürgümüz, vicdanımız, imanımız şu vatanlık karındaşlarını oylap laxta kanıp gitti. Şu sebepten şu karındaşlarınki kürüvatkan zulümünü en az olganda şu Türkiye'de yaşavatkan özümüzünki kolumuzdan kilişçe bu bir erkin bir dünyada müşahede yaşavatkan Türk bir adetki bir insanlık boğan, vicdanı boğan, Türkçülüğü boğan, Müslümandaçılık boğan insanlarga şu vatanimiz Şərq Türkistan'ı körüvatkan karındaşların zulmünü kolumuzdan kilişçi azraq bozbek küçep Allah'ın aldığı bağanı kıyamet günü hesap berişten burun bir azraq özümüzün vazifesini ada qılabilgan niyet məqsədindən bu yolluq çıxdıq. İnşallah bizni qollashlar, fikirlər yaxşı buladı. İnşallah bu yolumuzdan toxtab qalmaymiz. Ta ki vatanimiz müstəqil bo'lib, vatandagi qarindoshlar zulmdan qutulib bo'lsin. İnşallah vatan xalq uchun xizmat qilish uchun bu yo'l chiqdik. Rahmet Allah razı olsun. Sizler bu davanın qanday qaysi jihatdan foydalanib kelganlar sizning qarasingizda? Şəxsən mən bu davanı qilishdiki özümningki paydamını elip eysam nurgulluğun karındaşlar ayrım uçurkan oldu. Bulum Uygur karındaşlar özünki bir vatan millet din üçün hiç kana bir iş kılanmağanlığı, bir kalbinin sıkılganlığı, kaysi yol demem kanda dava kılışın ufkanmağanlığı şu halette bekrak köngül sıkılgan Uygur karındaşlar bakken. Çünkü vatanda ata-anası, urug'-tuqqanları, xotin-balaları dinli karındaşlar kepkaganlık üçün kalpler nayeti laxt kan nayeti yerimken. Şunda boğan iken biz bu faaliyetini bir Ramazan'da kılsak Uygur karındaşlarının kollaşı hem şularınki bir bizgi tesellisi şularının kalbigi azraq boz bir milletimizni, vatanimizni, dinimizni kutquzgan mümkünlük bir erkeklik baken degan bir faydalı tarafını düşünüp yetib aldık. Sizler bu davani qilish orqali bu bizning hozirgi beşimiz kelayotgan kulfatni bilmeydiganlarga ve kira asas kıldığınlarga deymen ondaqda bular avarımızın nisbeten qanday foydalanıp geldi? Hazır bunu ben kısa bir örnek yapıp bermen. Bizninki minglagan qarindoshlarimiz vatandan chiqib Mısırda tip-tinch holatda, ya'ni bizning islom dinimizni o'qiyotdi. O qarindoshlarni hech qanday birishdan tuyuqsizligida Xitoy zolimlari bir kechilikni tutqun qilishga boshladi. Tutqun qilishga boshlagandan keyin har taraf qochdi. Necha yuzgan qarindoshlarimizni zolim Xitoy vatanga elib qiyin qisaqar o'ldimi, tirildimi, hayotmi hech kim bilmaydi, xabar yo'q. Onunki ortuqalar ata-analar kaçıp kilib aldı, kaçıp kilemegen yana Mısırda belki kaçıp yürüyeganda Türkiye'de bağdı. Elki atlı balını arıldı, ayalını arıldı, balı ata-anada ayrıldı. Nurgulluğun bir külpetle Mısır'da bizden beşimiz geldi. Biz yaşavatkan Türkiye'de hazır kadar Uygur'un bir Xitay ötküzbegen yak biz tehdit bombagan ahval asıdı mı? Xitay zalimleri müşahede numus kılmay bizge şu Türkçe ügünüp Xitaylar müşahede konsulla biz Uygurlarını terörçü, akçı kök de bizge töhmetlerini, iftiralarını etip bizni müşahede Türk halkının aldı qarlaş niyet məqsəd qılıbdı. Axbarat vasıtasında, təşviqat vasıtasında. Biz
qo'limizdan kelgancha biz o'zimiz vatan millat dinimiz uchun xizmat qilamiz degan ekanmiz. Bu Turkiyada Xitoyning zolim bir abdi basharasi vatanda millionlagan qarindoshlarni qonunsiz hech qanday bir tuhmat bilan jazolayotganligi, ishkence qilayotganligini tunishsak, inshaalloh bizning Turkiyadagi mavjudligimiz barliq musulmonlarning, Uyg'urlarningki mushada bir sog'lom yashash uchun davoni elib berishimiz uchun inshaalloh vatan xalqimizni mustaqil qilish uchun mushada mavjudligimiz uchun foydasi bor deb qarab bu ishni qilyapmiz inshaalloh. Sizning bu davoringlarni ko'rgan chet elliklarning ko'z qarashi qanday bo'ldi sizlarning bu davoringlarga? Bizni ko'rganlarningki nurg'unlari yaxshi duo qilgan bo'ldi. Inshaalloh duo qilamiz deydi, lekin yana ko'p chet elliklarningki sizlar vataningizda zulm bo'lsin, nima uchun kechib chiqdinglar, nima uchun zulm qarshi bir ish qilmadinglar, ularni qutqizmadinglar, nima uchun qutqizmaysizlar, nima uchun bu yerda yillardan bo'yicha bizga ota-onamiz kelib qoldi, biz zulmga qoldik, bizga sahib chiq, bu da'vasan bizim Turkiyada o'zimizning holatidan nurg'unlagan sıkıntılarımız bo'lsa, siz o'zingizlar bir ish qilsanglar bo'lmamdi, siz u dernek bu dernek deb chechilib yurguncha birlashsanglar bo'lmamdi, birlashib turib bir ish qilsanglar bo'lmamdi. Hattoki deganlar bo'ldiki, sizlarningki Xitoyda yashab turib, Xitoylar shuncha kuchli bir Xitoy davlatlar yashab turib, hech qanday bir narsa o'rganmaslar, qarsak hammanglar u bu yordamlarni elib, u dernek bu dernekdan oldiq yig'ilib bizga sahib chiqib, yig'lashdan boshqa o'qimamsizlar degan gap so'zlarni qilganlar bo'ldi. Bular qarshi bergan javobinglar qanday bo'ldi? Bizdan bularga bergan javobimiz o'zimizningki tushanchisini dedik, ammo o'zimizdan tushanchisini desakmi, o'g'il nima deydi? Biz o'zimizdan tushanchisini dedik. Biz vatan tashlab qochmadik, vatanda Xitoy zolimlari 70 yildan buyon bizningki net yüz minglagan, millionlagan insonlarni shahid berdik, ularni Xitoy zolimlari o'ltirdi, biz Xitoyga qarshi nurg'unlagan amaliy harakatni qildik. Hatto bir qarindishimiz o'zining oila bolalarini, ota-onasini qo'g'dash, dinni qo'g'dash uchun, o'zining iffat sharifi bo'lgan oilasini qo'g'dash uchun Xitoydan bir ish kuni o'ltirib, Xitoy soqchilaridan shunda shahid bo'lganlar bor. 2019 7-oy 5da 100 minglagan qarindoshlarni shahid berdik, net 100 minglagan qarindoshlarni turmaga atdi. Yaqinqi zamonda 2015da Yakanda Elishqi voqeasi yuz berdi. Elishqi voqeasida nurg'unlagan qarindoshlarni bir 50-60 ming odamni bir go'ngshadin, lekin ya'ni biz bu yerda elchi deydi. Nurg'unlagan odamlarni shahid berdik. Xitoyga qarshi bizningki qo'limizda amaliy bir qurol yoki bo'lmasa bir cho'ng axborot media kuch bo'lmaganlik sababidan bu Xitoy bizni bostirib etdi. Buning qarshi turolmaganligimiz uchun ya'ni kuchlanib, ya'ni dinimizni bizni hijrat qilish, ya'ni o'z zolimning zulmini qilib qolsanglar hijrat qiling degan bir vajibat bo'lganligi uchun biz hijrat qilib kuchlanib vatanimizni qutqizish uchun yenib chiqdik degan gap so'zni qilgan bo'ldik. Rahmat. Oxirida ekran oldidagi ko'rmanlarimizga va muhojirat qarindoshlarimizga deydigan gaplarimiz bo'lsa. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Az Turkiyada yoki dunyoning har qaysi yerida yashayotgan Uyg'ur, Qozoq, O'zbek, Sharq Turkistonlik barliq qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Qarindoshlar, biz vatanimiz Sharq Turkistonda bo'layotgan bunchilgan zulm qarshi sukut turishimiz nima sababdan qarindoshlar? Men hech tushunib yetolmadim. Alloh taolo bizga musulmon bo'lib sutimiz bilan bizga yuklangan vazifa nima qarindoshlar? Bir inson bo'lib sutimiz bilan, vatanni qarindosh bilan bir vatandosh, millatdosh bo'lib sutimiz bilan bizga yuklangan vazifa nima qarindoshlar? Buni unutib qolmaylik. Yana meningki o'zimdan bir 27-28 yosh kirgan bir yosh bo'lib sutim bilan qisqagina bizningki Sharq Turkistonlik yosh qarindoshlar deyig'im. Qarindoshlar biz uxlab yotsak, zolim Xitoy 24 soat uxlab yotmaydi. Bizni yo'qotish uchun, bizni gunohkor qilish uchun, bizni qiynash uchun, bizni o'ldirish uchun harakat qilyapti. Shuning uchun qarindoshlar bizning diniy, milliy, vataniy burchimiz bo'lgan zolim qarshi turish, vatandagi mazlum musulmonlarni hurlikka erishtirish, vatanimizning mustaqillik uchun amaliy bir ish qilishinglarni, fitna fasoddan yiroq turib, bizningki cho'nglarimizni, ustozlarimizni, olimlarimizni qo'llab birlik qilishinglarni tavsiya qilaman. Inshaalloh pat kelgusida Allohningki fazl marhamati bilan bizning Sharq Turkiston zulmlar tugaydi. Qiyomat kuni Allohning oldiga berishdan burun qarindoshlar amaliy harakat qilinglar. Allohning oldiga borganda so'rilib qilishdan vatanni qilib qolgan millionlarcha qarindoshlarning yaqinlariga esib turib, sen biz uchun nima ish qilding deb shu qarindoshlarning Allohning oldiga berib dod faryod qilib sizlarni az qilishdan burun qulog'ingizdan nima kelsa shuni qilinglar qarindoshlar. Alloh hammanglardan rozi bo'lsin. Alloh taolo bu ulug' ay, ulug' kunlar qilgan amal ibodatlarimizni qabul qilsin. Dualarimizni qabul qilsin inshaalloh. Alloh hammanglardan rozi bo'lsin. Vatanimizningki mustaqilligini pat kunda qo'lga keltirib bersin. Allohga emanet. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Alloh sizlarning qilayotgan bu da'voringlarda utuq bo'lishinglarni nasib qilsin.
Davamlı bu davada güç kudretli olsunlarını dileyimiz. Rahmet sizge. Allah razı olsun sizlerden bak. Qarindoshlar, mening bu yerdan Uyg'ur TV bo'lsin, Istiqlol TV bo'lsin, dunyoning har qaysi yerida bizning vatanimizga zulmninki tugish uchun, mustaqilligimizning qo'lga kelish uchun tashviqot xizmatida oldingi saflarda xizmat qilayotgan muxbir qarindoshlarga kecha-kunduz o'zining vaqtini isrof qilib tirishayotgan xalqaroda ingliz bo'lsin, arabcha bo'lsin, turkcha bo'lsin, har xil tillarda bizning Sharq Turkistonning davosini anlatib, zulmni anlatib, xalqaro vaziyatda bizning Sharq Turkistonning vaziyatini kun tartib keltirgan axborot qarindoshlarimizga men shaxsan chin ko'nglimdan rahmatimni aytaman. Alloh bu qarindoshlardan rozi bo'lsin. Qarindoshlar hammamiz birsi-birsimizninki yomonligini, eski taraflarni emas, ilg'or taraflarimizni, fidokorlik taraflarimizni o'ynayli. Mush qarindoshlarning ham oilasi bor, mush qarindoshlarning ham vaqti bor, mushlar ham charchaydi qarindoshlar. Shuning uchun hammamiz birlikda vatanimiz uchun harakat qilaylik. Allohga men sizlardan Alloh rozi bo'lsin qarindoshlar. Nima? Avo bizniki bu büyük